O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 10, 11, 12 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 10 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 11 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja. 12 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.